Hammaga xayrli kech. Bugungi darsimizda target orqali tushgan leadlarni qanaqa qilib Amos CRM ga yuboraman o'zi orqali olib o'tish mumkin. Mana shuni ko'rib chiqamiz. Darsimiz to'liq amaliy bo'ladi. Demak, men hozir ishni boshlayman. Google Chrome'da ochaman va o'zimni yuboraman o'z profilimda ochib olishim kerak bu yerga. Demak, login qilamiz. Yuboraman o'ziga kirib oldim. Yuboraman o'ziga kirganimizdan keyin birinchi qiladigan ish bizni Amos CRM akkauntimizni yuboraman o'z bilan bog'lab olish kerak bo'ladi. Bog'lash qanaqa bo'ladi? Bog'lash Amos CRM da token xizmati orqali bog'lanadi. Ya'ni token bu bizda o'sha Amos CRM akkauntimizdagi ma'lumotlarga kirish, chiqish va ma'lumotlarni yozish huquqini beradigan maxsus kalit. Biz o'shani Amos CRM orqali generatsiya qilib olishimiz kerak. Uning uchun birinchi o'rinda Amos CRM ga kiramiz. amoscrm.ru va o'zimizni login parolimiz bilan biz Amos CRM tizimiga o'zimizni akkauntimizga kirib olamiz. Kirishni bosdim. Menda Amos CRM da asosiy ishchi oynasi ochildi. Bu yerda bizga kerakli bo'lim Amo Market bo'limi. Amo Market bo'limiga kiramiz. Amo Market bo'limida bizda mana bu yerda webhook tugmasining oldida 3 ta nuqta bor. Mana shu ta nuqtani bosib, Sozzat integratsiya tugmasini bosamiz, ya'ni yangi integratsiya yaratish tugmani bosdim. Bizga внешний integratsiya kerak, ya'ni tashqi API orqali ulanadigan integratsiya kerak. Sozzat tugmasini bosaman. Demak, birinchi ссылка для перенаправления. Bu o'sha yo'naltirish uchun bu yerga link qo'yib qo'ysak bo'ladi. Hozir odatda yuboraman o'zi qo'yaylik, yuboraman.uz deb yozib qo'yaylik. Shuni ko'chirib buni qo'yaman. Undan keyin mana shu biz yaratayotgan integratsiya CRM tizimida qanaqa ma'lumotlarni boshqarish huquqini beradi. Save tugmasiga bosasizda bu yerda hamma funksiyalar yoqib qo'yganingiz yaxshi. Endi hammasi ishlatilmaydi. Hammasini yoqib qo'yganingiz yaxshi, qanaqadir bo'lmasligi uchun. Hammasini yoqqanimizdan keyin bizda mana bu yerda naзвание qo'yishimiz kerak. Ya'ni bu yaratayotgan integratsiyamizga nom berib qo'yamiz. Ya'ni yuboraman.uz deb yozib qo'yaman. Описание yuboraman.uz bo'lsin. Demak, integratsiyani tayyorlab oldik va saqlangan tugmasini bosamiz. Saqlangan tugmasini bosganimizda biz hozir integratsiyani yaratdik. Bu integratsiyamiz mana bu yerda установление degan bo'limga tushadi. Установлениеga o'tamiz va eng oxirida mana bu yerda yuboraman.uz turadi. Shuni ustiga bosib ochamiz. Yuboraman.uzni ochganimizdan keyin bu yerda mana bu yerda ключи доступа degan joy bor. Shuni bosib, bu yerda ikkinchisiga mana bu долгосрочный token deganini bosib, biz mana shu Amos CRM akkauntimizdagi ma'lumotlarni o'qish yozish uchun token yaratib olishimiz kerak. Ya'ni bu kalit. Generate ga bosaman va 5 yilda tanlayman. 2026-yil bo'lsa, 5 yilga mana shu ключ yaratyapman. Muddati 5 yil. Ключimni amal qilish muddati 5 yil. Yoki o'ziga qanaqadir 1 oy, 2 oy qilib belgilab qo'ysangiz ham bo'ladi. 5 yil bo'lsa 2026 2031-yil bo'ladi. 2031-yilgacha amal qiladigan token. Подтвердить tugmasini bosamiz. Подтвердить bosganimizda mana bu yerda bizda token generatsiya qilinadi. Mana shu token nusxa ko'chirib, bu yerda yuboraman.uzga o'tamiz. Yuboraman.uzda endi biz mana shu Amos CRM akkauntimizni bog'lab olishimiz kerak. Bu yerda tokenni yashirib qanaqadir nimadir qilib yotmayman. Menimcha darsni ko'rib tokenimizdan foydalanadigan odamlar bo'lmasa kerak. Bu tokenni baribir o'chirib tashlayman. Что bu token уже mavjud emas. Siz darsni ko'rayotgan vaqtda bu token bo'lmaydi. Token nusxa ko'chiraman. Undan keyin yuboraman.uzga o'tib, bu yerda biz ulanishlar degan bo'limga o'tishimiz kerak. Ulanishlar bo'limiga o'tib, biz Amos CRM akkauntimizni yuboraman.uzga ulab olishimiz kerak bo'ladi. Profil ulash tugmasini bosaman va bu yerda Amos CRM agar comboda bo'ladigan bo'lsa, Amos CRM combo bu o'sha Amos CRMda inglizcha xalqaro variant. Comboda bo'ladigan bo'lsa ham farqi yo'q. Umuman olganda interfeys sal farq qiladi xolos. Shu tugmani bosamiz, undan keyin akkauntga nom beramiz. Demak, hozir menda World World Amos CRM. Tak, account URL. Account URL nima degani? Account URL mana shu bizni Amos CRM tizimida ro'yxatdan o'tgan poddomenimiz. Umuman olganda mana bu yerda woodleyworld.amoscrm.ru mana shu bizni URLimiz, account URL hisoblanadi. Mana shuni qo'yaman. Undan keyin mana tokenni so'raydi o'zi. Tokenni biz bu yoqda olib olishimiz kerak mana. Mana shu tokenni nusxa ko'chiraman. Xo'p, davom etamiz. Demak, biz bu yerda olgan tokenimizni nusxa ko'chirib yuboraman.uz bilan mana bu maydonga qo'yishimiz kerak. Qo'yamizda, qo'shish tugmasini bosamiz. Ozginagina akkauntimiz topadi. Bo'ldi. Всё. Bizni Amos CRM akkauntimiz yuboraman.uz bilan
hozir bog'landi, mana AmmoCRM bo'lib tushdi. Endi qilinadigan ish, Facebook formamizni AmmoCRMga testoviy lid yuborib ko'ramiz. Ya'ni integratsiya qilamiz bo'lmaganda. Integratsiya degan bo'limga o'taman. Yangi integratsiya tugmasini bosaman. Bizda lid keladigan manba deylik Facebook formamiz. Facebook formani tanlayman. Bu yerda hozir bo'sh bo'lgan formalarimizdan. Xo'sh. Hop. Tak, mana shu GoShopdan birorta testoviy formani tanlaylik. Xo'p, formalar yuklansin, bir soniya kutamiz. Formalar chiqdi. Mana shu formani tanlaylik. Ikkitalik taqimchoq degan formamizni. Undan keyin bizda asosiy sozlamalar bo'limida bu formamizga nom berib qo'yishimiz mumkin. Ikkitalik taqimchoq. AmmoCRM. AmmoCRM qilib qo'ysa o'zimiz uchun tushunarli bo'ladi. Undan keyin Telegram chat ID bu o'zini holatda qoladi, asosiy bo'lib turadi. Maqsadli saytga biz AmmoCRM tanlashimiz kerak. AmmoCRM tanlaymiz. AmmoCRM tanlaganimizdan keyin mana bu token orqali bog'lanib, biz akkauntimiz ichidagi CRM maydonlarini topadi. Tak, hozir mana CRM maydonlarini topdi. Birinchisi voronka, ya'ni bu yoqdagi pipeline deymiz. O'sha qaysi pipelinega zaявкamiz kelib tushishi. Mana bu yerda hozir menda testoviy degan blok bor. Shu mana shu testoviy blokiga, testoviy pipeliniga mana shu zaявкalarimni olib o'taman. Demak, bizda buni testoviyga o'tkazamiz. Boshlang'ich bosqichi qaysi bo'lsin? Ya'ni tushgan zaявка qanaqa bosqichda bo'lib tushsin? Misol uchun zaявка, недозвон, бережный kontakt. Odatda zaявка bo'ladi, zaявкani tanlab qo'yamiz. Demak, mas'ul foydalanuvchi, demak, default token egasi bo'lib turadi. Mana shu holatda qolgani yaxshi. Undan keyin bu yerda CRM ga qanaqa maydonlarni yuboramiz lead kontaktda. By default telefon turadi. Biz ismini ham qo'shib qo'yishimiz kerak. Maydon qo'shish tugmasini bosib, bu yerda bu maydon qaysi CRM dagi maydonga mos keladi? Ismi, demak, formadagi qaysi maydonni bu yoqdagi bilan mos kelgizmoqchimiz. Formadan biz full name tanlaymiz. Ya'ni formamizdagi full name CRM tizimimizdagi ismi degan maydonga mos kelishi kerak bo'ladi. Qo'sh tugmasini bosaman. Mana bizda telefon va ism qo'shildi. Undan keyin mana bu yerda saqlash tugmasini bosaman. Saqlashni bosganimda mana integratsiyamiz bizda tayyor bo'ldi. Endi qilinadigan ish bu mana shu formamizga testoviylik tushirib CRM ga tushyaptimi, yo'qmi tekshirib olish bo'ladi. Buning uchun developer tools ochamiz. Tak. Ochaman va bu yerda bizga kerakli instrument Route Debug Tool, ya'ni leadlarni yetib borishini tekshiradigan funksiya. Tak, ochsin hozir. Aha, demak yuklandi. Bizda bu yerda GoShop sahifamizdagi formani bog'ladik. GoShop tanlayman. GoShop tanlaymiz. Undan keyin formaga ikkitalik taqimchoq degan formamizni tanlaymiz. Previewni bosaman va bu yerda formamni ko'rinishi ochiladi. Xo'p, avval lead qoldirgan ekanmiz. Shuning uchun bu leadni o'chirib olganimiz yaxshi. Leadni bosdim. Hozir bir soniya. Bo'ldi. Endi previewni bosamiz. Yo'q, hozircha. Tak, GoShop ikkitalik taqimchoq preview. Balki bitta yangilab olishimiz kerak. Yangilab ko'raylik. Boshqatdan tanlaymiz ekan. GoShop ustidagi forma, ikkitalik taqimchoq. Preview form. Endi formamiz ochildi mana. Test zaявка deb qo'yay. Zaявка. Test zaявка. Номер. Продолжить. Отправить. Продолжить. Отправить. Bosaman. Shu bilan bizda mana lead kontakt bizni formamizga tushdi. Endi buni CRM da tekshirib olishimiz kerak. Hozircha tushgani yo'q. Yangilab olamiz. Odatda yangilangandan keyin tushadi. Mana bizda lead kontaktimiz kelib tushdi. Account bo'lib. Tak, ichini ochadigan bo'lsak, mana test zaявка и nomer telefon, mana biz kiritgan nomer telefon bilan tushdi. Demak, biz formamizni muvaffaqiyatli o'zimizning CRMimiz bilan yuboramiz orqali bog'ladik. Endi umuman olganda Facebook formani AmmoCRM bilan bog'lash funksiyasi o'zi bor, AmmoCRMda bor. Nimaga unda yuboramiz orqali bog'lashimiz kerak desangiz, yuborma o'zi imkoniyatlar kengroq. Mana misol uchun deylik, nimadir muammo bo'lib Facebookda yoki AmmoCRMda muammo bo'lib sizga leadlaringiz tushmay qoladigan bo'lsa, bu yerda yuborma o'z shu tushmay qolgan leadlarni avtomatik o'zi saqlab turadi va har soatda qaytadan yuborishga urinib ko'radi, yuborib ko'radi. Tushgan vaqti
что lidlaringiz hech qachon yo'qolib ketmaydi. Lid Facebook formangizga tushdimi, 100 talik integratsiyangiz to'g'ri bo'lsa, ammo seriyamizga olib o'tadi. Undan tashqari, misol uchun, ammo seriyamizni qaysidir vaqtda pauza qilib yoki o'chirib qo'yishingiz mumkin. Misol uchun, siz operatorlaringiz ertalabki soat 9 dan kechki soat 8 gacha ishlashadi. Siz shunaqa qilib integratsiya qilishingiz mumkinki, sizni integratsiyangiz, qilgan integratsiyangiz faqat 9 dan 8 gacha bo'lgan vaqt orasida ammo CRM akkauntingizga lidlarni yuboradi. Uni qilish uchun mana bu yerda pauza tugmasini bosib, mana bu yerda integratsiyamizni to'xtash va ishga tushish vaqtini sozlab qo'yishimiz kerak. Undan tashqari, bizni pauza bo'lgan vaqtimizda Facebook formamizga tushgan lidlarni mana bu yerda qaysi vaqtda yuborilishini sozlab qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari ham ko'p imkoniyatlar bor. Xullas, maslahat bergan bo'lardim, ammo CRM bilan bog'lamoqchi bo'lsangiz, primoy bog'lamang, o'rtada yuborma uzni qo'shib bog'lab, bemalol projektingizda foydalansangiz bo'ladi. Shu bilan darsimiz tugadi. Hammaga omad.